Uzun HTML darsligi 7-ci qism HTML təhlilgüç. Darslikning asosiy mazmuni birinchi HTML tahrirlashda qo'llanilgan kasbiy tahlilgüchlər. Bular nəhayət ko'p, lekin bu yerda 3 nil misol keltiramiz. Bu bizning xizmat unumimizni oshirishda nəhayət lozimli detallar hisoblanadi. Birinchisi Adobe Dreamweaver, Microsoft Expression Web, Coffee Cup HTML editor. Bularning ko'rinma yuzini ko'rib baxsak, bu Coffee Cup HTML 2018 nashri. Ondan keyin Microsoft Expression Web'ninki ko'rinma yuzi, ama bu Dreamweaver'ninki ko'rinma yuzi. Lekin biz Windows mashg'ulot sistemasiga xotirlabda, ya'ni G-Shiber hanuzcha ishlatishni yoki Alma kompyuterdagi Mac mashg'ulot sistemasiga shuni xotirlabda o'xshagan text edit qatorliq eng oddiy bo'lgan text tahlilgüchlar orqali HTML kodi yozishni tavsiya qilamiz, chunki bunda bo'lganda nihoyatda oddiy ham qulaylik bo'ldi. İkinci mazmun 4 bosqich orqali tunji tor bekitingizni e'lon qiling. Bu 4 bosqichni bir-birlab mangayli. Birinchi xotir daftarini ichish. Masalan, Windows mashg'ulot sistemasida hozir yangidan qurish degan yerdan xotir daftarini birini qurgan bo'lsam, ega xotir daftarini bir qurildi hozir. Ikkinchi xotir daftariga HTML kod yozish. Men xotir daftarini ochdim. Xotir daftari ochilgandan keyin mana HTML kodni mana ustiga keldim. Kelgandan keyin buni saqladim. Saqlasak bu faqat bir tekst hujjatlar saqlandi. Endi men buningki 3-chi bosqichda buni HTML oldida saqlash, ya'ni HTML. Anadan keyin HTML1, HTML bo'lsin bo'ladi, HTML bo'lsin bo'ladi. O'zgartirmasdan desam bu bir torbat hujjat bo'ldi hozir. 4-chi bosqich tor ko'rgichda unumini ko'rish. Buni biz tor ko'rgich orqali ichib baqsaq, mana bu yerda Internet Explorer'ni tanladim. Mana bu hozir tor bekat hujjat shaklida ichildi.